Xo'p, bola, hozir men hayotim davomida ko'rgan eng zo'r editlarni baholab chiqaman. Xo'p, Modrichga qilingan edit. Xo'p, Modrichga 7-o'rinni beramiz. Xo'p, Muhammad Salah. Salahga 6-o'rin. Xo'p, Yamal. Zo'r edit bo'ladi, lekin hali unaqa darajaga chiqmadi. 10-o'rin beraman unga. Xo'p, Cristiano, the king of edits. Editlar qiroli. Editlar vashi udar bo'ladi buniki. Benzema 4-o'rin. Xo'p, bilasizlar hammanglar Benzema qanaqa editi borligini. Vinicius Junior. Xo'p, 5-o'rinni beraman Vinicius Juniorga. Xo'p, Erling Haaland 2-o'rin. Be humble. Hala, bitch, sit down dedi-yu. Xo'p, Messiga 3-o'rinni beraman va bizda Mbappe 8-o'rin. Fransiya bilan jahon chempionati. Lewandowski 9-o'rin. Lekin vashi haqqoniy bo'ldi deb o'ylayman. Fikrlar qanaqa sizlarning?